Assalomu alaykum, hurmatli Qonun 101 kanal kuzatuvchilari. Bugun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 15-va 16-boblari haqida aytib o'tamiz. 3-bo'limimizning 15-bobida ommaviy axborot vositalari, 4-bo'limimiz Konstitutsiyaning ma'muriy hududiy davlat tuzilishi, uning 16-bobida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy hududiy tuzilishi. Demak, ommaviy axborot vositalari haqida Konstitutsiyamizda nimalar ko'rsatilgan? 81-moddamizda ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ish olib boradilar. Davlat ommaviy axborot vositalari faoliyatining erkinligini, ularni axborot izlash, olish, undan foydalanish va uni tarqatishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirishni kafolatlaydi. Ommaviy axborot vositalari o'zi taqdim etgan axborotlarning ishonchliligi uchun javobgardir. 82-moddamizda senzuraga yo'l qo'yilmaydi. Ya'ni ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to'sqinlik qilish yoki aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. 4-bo'limimizda ma'muriy hududiy davlat tuzilishi. Konstitutsiyamizning 16-bobi. Ya'ni bunda 83-moddamizda O'zbekiston Respublikasi viloyatlar, tumanlar, shaharlar, shaharchalar, qishloq, ovullar, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasidan iboratdir. 84-moddamizda Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar, Toshkent shahrining chegaralarini o'zgartirish, shuningdek viloyatlar, shaharlar, tumanlar tashkil qilish va ularni tugatish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining roziligi bilan amalga oshiriladi. Shu bilan bugungi videorolikimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.